Bu voqea akamning hayotida bo'lganligi uchun sizlarga hikoya qilib bermoqchiman. Bu voqea umid qilamanki, ko'pchilikka ibrat bo'ladi. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni va video ostiga bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Komil akam To'rtquduq shahrida mashhur mebel ustasi. Ishiga vijdonan yondashadigan, halol mehnat qiladigan yigit. Yillar davomida yuzlab mijozlar akamning ishlaridan va odobidan minnatdor bo'lishgan. Ammo bir kuni kelib, akamning boshidan o'tgan voqea uni butkul o'zgartirib yubordi. Bir kuni akam eski tanishining telefon raqamidan qo'ng'iroq bo'layotganiga ko'zi tushdi va telefonni ko'tardi. "Alo, ukam, uyimga yangi shkaf o'rnatib berish kerak. Manzilni yuboraman", dedi haligi odam. Komil akam belgilangan manzilga bordi. Uyda faqat ayol kishi, mijozning rafiqasi bor edi. U mebelni o'rnatishni aytdi. Akam esa har doimgidek ishga kirishdi. Hech qanday noto'g'ri fikrsiz, faqat o'z ishi bilan band bo'ldi. Soatlar o'tdi, ish tugadi. Akam buyurtmani topshirayotgan paytida birdaniga uy egasining ayoli qichqira boshladi. "Sen menga teginding. Hoziroq politsiya chaqiraman. Sen menga teginding." Komil akam beixtiyor dovdirab qoldilar. Ammo u kishi har safar yo'llariga begona uyga kirayotganlarida ehtiyot chorasi sifatida yashirin kamera olib yurishlarini unutmagan edilar. Shu paytda u kishi sokinlik bilan sokin ovozda javob berdilar. "Aytganlaringning hammasi yolg'on. Yonimda barcha holatni yozib olgan kamera bor. Men bu videoni ichki ishlar idorasiga topshiraman. Agar hoziroq haqqimni bermasang, tuhmat qilganliging uchun sening o'zingning ustingdan ariza yozaman", dedilar. Ayol o'zini yo'qotdi. Uning yolg'oni fosh bo'ldi. Yuzidagi rang o'zgardi. Duduqlanib qoldi. So'ng, "Iltimos, hech kimga aytmang, pulingizni hozir beraman, iltimos", dedi. Akam ayol kishining so'zini yerda qoldirmadilar. Komil akam pulni oldilar, lekin ayolga bir og'iz gapni aytish ham yodlaridan chiqmadi. "Men halol mehnat qiladigan, halol rizq bilan oila tebratadigan odamman. Lekin har doim haqqimni yozib oladigan, haq voqealarga guvoh bo'ladigan kameram mening yonimda bo'ladi", dedilar. Bu voqea nafaqat Komil akamga, balki har bir ustaga, har bir mijozga, har bir insonga ibrat bo'lishidan umid qilib ushbu voqeani sizlarga aytib bermoqdaman. Usta akalar, o'z ishingizga ehtiyot bo'ling, zero hayotda yaxshi, yomon insonlar talaygina.